Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham bitkizdik. Bu obyektimiz kichkinagina joy. Mana katta emas. Mana xudo xolasa mana soylari bilan qilib, chiroyli qilib, bu holatda qilib chiroyli qilib bitkizib berdik. Mana bu tomoni burchak. Tepa tomondan ko'rinishi. Kim mana shunaqa kichkina katta obyekt bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. Xudo xolasa qilib beramiz. Chiroyli qilib. Bu obyektimiz o'zimiz Andijon viloyatida Paxtavod tumanida bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Sarroblari shivillerdan bo'ldi. Tepa tarafi konteyner materialdan yengilroq tushsin degan akalarimizga xudo xolasa chiroyli qilib berdik. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana past tomondan ko'rinishlarini bir qator videoga olamiz. Mana past tomondan ko'rinishi. Shivillerimiz mana sarrob holda qo'yildi. Eni 5 metr joyga. Bu bilan buni eni 5 metr qo'yildi. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa yengil variantda qilib beringlar degan odamlarga xudo xolasa mana konteyner materiallarimizdan ishlarimizni xudo xolasa taklif qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Şeyler görünüşleri.